Yoshlarning tadbirkorlik, g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning startap va innovatsion loyihalarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish maqsadida Yoshlar biznesi dasturi amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Xonqa tumanida ushbu dastur doirasida amalga oshirilayotgan biznes loyihalar haqida so'z yuritadi. Yoshlar o'rtasida zamonaviy kasblarni egallash maqsadida chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Xorijiy tillarni o'qitish markazini yo'lga qo'ygan tashabbuskor yoshlardan biri Og'abek Ro'zmetov ham yoshlarni tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozli kredit mablag'laridan foydalangan holda o'z o'quv markazi uchun zarur bo'lgan jihozlarni xarid qildi. O'quv markazimiz 2019-yilda tashkil topgan va 7 yildan buyon yoshlarga shu ingliz tilini o'qitib kelamiz. Markazimizda yuqori malakali va tajribali o'qituvchilar bor. O'quvchilar soni yildan-yilga ko'payib borayotir va boshida misol uchun 50-60 o'quvchi bilan boshlagan bo'lsak, hozir bizda 300 dan ziyod o'quvchi bor. Yoshlar yetakchilari tavsiyasiga binoan o'quv markazimizda yangi jihozlarni sotib oldik, kredit mablag'lari orqali va shu sharoitlar orqali hozirda o'quvchilarimiz avvalgidan qaraganda yaxshiroq o'qishda davom ettiribdilar. Mahallada yoshlar yetakchilari tomonidan tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorlikka jalb etish hamda biznes loyihalarini amalga oshirishda amaliy yordam ko'rsatish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar natijasida nafaqat yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, balki yoshlarning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishini orttirib, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishga xizmat qilmoqda. Bizning Xonqa tuman yoshlar ishlari bo'limi tomonidan joriy yilning shu davrigacha 30 dan ortiq kredit mablag'i ajratilgan. Ularning ichida 35 million so'mdan 100 milliongacha bo'lgan miqdorda ajratilgan. Umumiy kredit miqdori 3 milliardga yaqin. Bu ajratilgan kreditlardan yoshlarimiz o'z ish faoliyatlarini kengaytirish uchun, har xil jihozlar sotib olish uchun, o'zini kasbini rivojlantirish uchun foydalanib kelishmoqda. Yoshlarni o'z faoliyatidan yoki yo'nalishidan kelib chiqqan holda o'z bizneslariga yoshlar yetakchilari tomonidan huquqiy maslahatlar, biznes reja tuzishda katta yordam ko'rsatilmoqda. Tashabbuskor yoshlar davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, o'z biznesini rivojlantirish orqali hudud iqtisodiyotiga munosib hissa qo'shishmoqda.